Bugun qanday meni klientlarim, ya'ni sotib oluvchi va sotuvchi Dubayda kemasdan uy sotishdi va sotib olishdi. 2 oy oldin menga bir klient chiqdi, uy sotib olaman deb. Buni shoti yo'q ekan Dubayda. Men aytdimki, escrow shot ochishimiz kerak dedim. Bu Dubayda escrow shot ochiladi. Shunaqa kompaniyalar, ya'ni o'rtakash, ya'ni sotuvchi va sotib oluvchining orasidagi bo'lgan kompaniya. Sotib oluvchi o'sha kompaniyaga pul o'tkazdi va u kompaniya menga chek berdi. Menejer chek deyiladi. O'sha bilan men Trastovskiga keldim, ya'ni оформлениеga, o'sha bizdagi o'zbekchasiga, ya'ni notariusga keldim, оформление qildim. Qanday qilib men buni qildim? Menga o'sha sotib oluvchi va sotuvchi POA, ya'ni menga sotuvchi va sotib oluvchi onlayn доверенность qilib berdi. Bu bir 15 minutlik ish darrov qilinadi va o'sha ikkita dokument asosida men оформлениеga keldim. Ya'ni ular Dubayga kelmadi, sotib oluvchi va sotib oluvchi men ularga оформление qilib berdim. Hozir ko'rsataman dokumentlarni. Mana bu yangi kadastr, mana 23-aprelda berilgan. Mana ko'rganingizdek, bu yerda sotuvchi va sotib oluvchi odamlar. Bu yerda mana bunaqangi menejer chek qilib berildi. Mana bittasi summasi 50 ming. Bunga zadat berilganda bu esa 233 ming qolgan summasi. Agar siz ham Dubaydan kelmasdan onlayn sotaman yoki sotib olaman desangiz, albatta men bilan bog'laning.